Xitoy mana 2000 yillik traditsiya deymiz, Yaponiya 2000 yillik traditsiyasi bor. Nimaga ko'rinmayapti o'sha narsa? Xuddi bir barbar deydi, varvar deymiz, mana misol. Nega? Ular nimaga unaqa emas? Nimaga ularda madaniyat yo'q? Madaniyat so'zi Madina shahar degan o'zi. Shaharlashmaganlikka o'xshaymizda. Nimaga? Chunki shahar bor joyda an'analar o'tib kelaveradi-da. Moyga narsa, ya'ni har safar kesilgan. Kesib. Endi nima bo'ladi? Tek qo'ysangiz, agar hozirgi davlatchilik saqlansa, uzoq 200-300 yil yaxshi bo'lib ketadi. Bizni nevaralarimizni ko'rmas ekan-da buni. Bizdan nevaralarimizdan ko'ramiz. Uzog'i dedim. Yoki qanaqadir katta krizis kerak. Sotsiolog emasman, mutaxassis emasman. Uzog'i dedim balki. Taxminan. Men ham примерно там haligi gapim bor, 100 yildan yaxshi ketadi deyman. Примерно shunaqa ekanda. Ozgina kutaylik, xudo xolasa agressiya pasayib odamlar bir yo endi bizni avlodlarimiz qanaqa bo'lishi bizga ham xotgan ishlarimizga bog'liq ekan. Hozirgi elitalar, ya'ni qanaqa qadriyatlarni propaganda qilishiga bog'liq. Hozirgilar ham emas, menga yoqadi. Ya'ni unda bir tomondan pretenziya bor, men o'zim ham agressivman-da. Harakat qilaman agressiv bo'lmaslikka. Qayerdadir bor-da shu, genning ichida qolib ketgan qanaqa pattern borki, endi lekin men agressiya qaytaraman, shunisi bor. То есть men tomonga hujum boshlansa, men sразу unaqam yonadi. Hatto uni boshqachalab olib o'tsa bo'ladi, 90% holatda xo'p bilan o'tkazib yuborsa bo'ladi. Dard kerak-da odam. Odam qachon yumshoq bo'lib qoladi shu. Agressiya orqasidan keyin qiynalish kerak-da. Dardingiz ko'p ekanda, sizmi? Dard bor, yetarlicha. Keyingi mavzuga o'tsak, ya'ni biz muhit haqida ancha gapirdik. Endi faqatgina tarbiya emas, balkim ustozni ham ta'siri katta bo'ladi. O'shaning uchun pedagog haqida gaplashsa, ya'ni qanaqadir ota-onalarga layf haqida aytib ketsa. Xo'p, o'zi ya'ni bitta ma'lumot o'qib qoldim, ya'ni 12 yoshgacha bola, ya'ni o'zini e'tiborini, ya'ni jismoniy kontrol qila olmas ekan, ya'ni boshqara olmaydi. Qatga nima qilish, ya'ni uni mamlakat qilish, mana rasmga tushayotgan yosh bolalarni chaqirishadi-ku, ya'ni 12 yoshga to'lmagan bolaga ham shunaqa ya'ni munosabatda bo'lish kerak deb aytilyapti-da. Ya'ni shu ma'lumotga ko'ra bitta xulosa chiqarsa bo'ladimi? Ya'ni boshlang'ich sinfdagi ustozlarni ta'siri eng katta deb aytsa bo'ladimi? O'zi bir odam qancha bola bilan vaqtli to'qnashsa, shuncha uni ta'siri bolaga yaxshi katta bo'ladi. Eng vaqtli ko'rishgan odam bilan ta'siri bog'chada eng ta'siri kattasi. Ya'ni bog'cha davridagi 2 yoshdan 4 yoshgacha, 0 yoshdan 2 yoshgacha kimni ko'rishi, kim bilan bo'lishi, mana eng ta'siri katta odamlar. Va undan u yog'iga ta'sir kamayib boraveradi. Universitet davrida 20 yoshli siz professoringiz, sizni xarakteringizga, ya'ni xaloqingizga ta'sir ko'rsatgan darajada katta o'zgarish qora olmaydi-da. Endi shu, endi bu bolani o'zidan kelib chiqilsa. Boshlang'ich o'qituvchini jiddiyroq, yaxshiroq tanlash kerak. Tushunarli. Statistikaga qaraganda 23-24 o'quv yillarida O'zbekistonda deyarli 550 mingta ustozlar bor ekan maktablarda. Davlat maktablarida shunaqa. Davlat maktablarida. Bu juda katta statistika. Mana hayron qoldim. 7 million o'quvchi-da. 7 million o'quvchi, tushunarli. Xo'p, ya'ni endi farzandingizni repetitorga berayotganda, ustoz tanlayotganda qanaqadir shu layfhak qilib berib ketsangiz, ya'ni nimalarga e'tibor berish kerak? Yaxshi ustozlar bor, faniga sevdirib qo'yadi, muhabbat uyg'otadi farzandni. Ba'zi ustozlarda farzanddan naborot nafrat uyg'onadi mana shu fanga-da. Misol uchun ko'plar maktab davrida aytaylik fizikani yomon ko'rishadi. Nimalarga qarab yaxshi va yomon ustozni aniqlasa bo'ladi? Bir odam tort pishirayotgan bo'lsa, 10 ta tort pishirsa-da, 4 tasi o'xshamasa. Sizga tort pishirtirmaysiz-da, ya'ni kritik momentda telefon qilmaysiz, "Voy, men tug'ilgan kunim bor edi, tort qilib ber" demaysiz-da. Yoki mashina remont qiladi. Shu 10 tasidan 3 tasi brak bo'ladi, ya'ni balloningizni olib boradi, qo'yadi, lekin ballon chiqib ketadi, ba'zi. Olib bormaysiz-da. O'qituvchining ham muvaffaqiyati bu chiqayotgan o'quvchilari aynan shu fanida nechtasi qiziqqanida. 10 ta bola berdingiz, qiziqtirib olishi kerak. O'qituvchining ishi bu. Bu o'qituvchining muammosi. Bolani fanga qiziqtirish bu o'qituvchining ishi.